Короче, akalar, biz hozir Gollandiyadamiz, Gollandiya Rotterdam shahrida biz Zudbilen tarafda stadionga kelamiz. O'zbek aka-ukalarimiz futbol o'ynayapti ekan. Hozir futbol jarayonidan sizlarga lavhalar tashlab turaman, tomosha qilinglar. Короче, mana biz keldik stadionga. Jurlar ketdi. Mana bu qiziq bir o'yin bo'layotdi. Tennisda qanaqadir bilmadim. Kelishiman, futbol tuganmi bular? Ya işte yaqa chiqarardi bular. Nasib bo'lsa bugun birorta gol urasizmi? Gol urasizmi bugun? Qaytarolmasa Instagramga qo'yib aytib qo'yay. Bilaman, varataga turgan odamga ham oson emas. Shoh deysanlar, shohga ham oson emas. Foqov sarlar deydi-ku. Bitta stadionga 4 ta komanda futbol o'ynayapmiz o'zi ham. Короче, akalar, mana bu tarafga o'zbek aka-ukalarimiz, bu tarafga gollandlar o'ynayapti. Короче, aralash. Mana bu yerda DJ yo'q ekanmi bilmayman, o'tib hop. O'ziga ham qo'yapti. Osher. Menga tep. Gol bo'lmadi. Varadan sal neto'roq qo'ygan ekanda, varadan sal beroq qo'ygan ekan. Varadan neto'p turganda. Hamma varadan o'rnatganlarga. Tepgan odamga hech qanaqa ayb yo'q. Qarasa amaki, Felixdan yetalab chiqyapti hozir. Aha, hayajonli daqiqalar. Aha. Mana tepami o'ylaysizlar? Tepolmadi. Oyoqqa chiqsa nima qilish kerak? Qarasa biz aka-ukalarimiz yutsa, o'zimiz aka-ukalarimiz yutsa, har biriga 108 ta o'zbek aka-ukalarimiz o'ynayapti. Agar yutsa, Instagramda har biriga tekinga bittadan istoriya qo'yib beraman. Tekinga istoriya qilib beraman. Charchaganda zashtada qoladi, ha? Mana shu turibman shu uchun charchaganimdan. Aytadi-ku, shoh deysanlar, shohga ham oson emas deb. Charchaganlar vartada turadi. Молодец. Agar yutsalaring Instagramga tekinga post qo'yib beraman istoriya. Ana tarafini. Qiziq joylardan lavha qo'yapman, video cho'zilib bityapti. Oyoq qiyshiq. Futbol jarayonidan bir lavhada akalar. Ana tep olmadi. Mana hayajonli daqiqalar, mana gol bo'lmadi. Ana shu gol bo'lmadi. Varatani qiyshiq qo'yganda, nima qilish kerak? Qarachi, hisob necha hisob? Shu bugun yutamizmi? Og'a, hisob necha hisob? 2 marta yutdik. Bugun yutamiz nasib bo'lsa? 2 ta komandani yutdik. Endi charchadik lekin, hozir chiqamiz bu zamon. Nasib. Golni chekdimmi? Ha? Golni chekdimmi? Chekdim. Chekiyorum. Nima deyapsiz jo'ra? Kayfiyat zo'r, cho'da yetkazayotganiga xursand. Jo'ra, aka, charchab qo'yganmiz, men kiraman o'rningga. Sariq chizib ko'rku. Aha. Shu tomonda to'saysiz, bu tomonida zo'r ko'rinadi. Bu yerdan o'ylabsiz, bu tomon ko'rinmaydi. Ha. Intervyu berib oling, qana yutamizmi shu bugun, nima deysiz? Odam yo'q, nima qiladi? Nasib yutamiz aka. Ayda chol va nabira o'ynayapti. Nasib bo'lsa shu bo'lish bo'lsa, O'zbekiston yana bir marta jahon chempionatiga chiqadi. Ajura, tep. Jurang oyoq saqichib olgan. Nasib bo'lsa shu bo'lish bo'lsa, O'zbekiston jahon chempionatiga yana bir marta chiqadi. Tep Jura, tep. Sarisizni yog'iga o'tkazma Jura. Chap taraf o'zbeklar, o'ng taraf gollandlar. Qo'la.